Assalomu alaykum Ovush market kuzatuvchilari. Hozirgi bo'layotgan narxlar bilan tanishib chiqamiz. Pomidorlar 20 ming, bodring 60 ming kilosi. Bugungi sana 29-dekabr. Olmalar 6 ming, pomidorlar 20 ming, limon Turkiya 40 ming, uzumimizniki 45 ming, mushqovoqlar 6 mingdan, karamlar 6 mingdan kilosi, samsoq 25 ming, sabzi 3 mingdan kilosi, Rossiya kartoshka 6 ming so'm, piyoz 2,5 ming, qizilcha, shalg'om 5 ming, turp 4 ming. Ismaloq, jag'jag. Ismaloq 2 kilosi 15 ming, jag'jag 18 ming kilosi. Bankalarimiz bor. Damashning 15 ming. Makaronlar hamma narsalar bor. Kelaverasizlar. Simichka yog' 1 litrli miltar 23 ming. 5 litrli 105 ming. Solnishka, simichka yog'i 100 ming. Paxta yog'i 77 ming, zinnura. Tuxum 40 ming flaykasi. Novotlarimiz 14 ming. Tagnovot, bu qaymog'i. Tagi 13 ming. Duri 18 ming. Moshlar 20 ming. Javaro 7 ming, garoq 10 ming, grechka 10 ming, shakar 11 ming, angri. Tog' asali, paxta asali, rossiyskiy asallar ham bor. Kelaverasizlar. Mandarin 35 ming kilosi. Mandarinlarimiz ham yangi. 35 ming kilosi.